Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga S toifani общий obzor qilib 12 ta mashig'ini hozir o'quvchimiz bilan birgalikda ko'rib o'tamiz. O'tiring. Telefon bering. Mashinaga o'tiriladi. Boshdan o't oldirishdan oldin, demak, kamarlarni taqib olish kerak. Chiriq deyish kerak-a? Sidinangiz yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi bo'lmasa, ichi oldiga tortib olish kerak-a? Damasga o'xshagan, buni ham sidinasi tortiladi, ehtiyot. Yondiring. Mana boshdan o't oldirildi. Skoroskga urishdan oldin chapga yoqib oling pavrotni. Birinchi chapga burilish chirog'ini yoqasizlar, harakatni boshlaymiz. Skorost 2 da qo'zg'alasizlar bunda. Burilish chirog'ini o'chirib olasiz. Shu holatda harakatlanib kelamizda e'tibor berasizlar, piyodalar o'tish yo'lagiga. Yaqinroq borib to'xtang. 1 metr raznisada to'xtaymiz. Yuramiz. Estakada mashina. Bunda ham to'xtaganda bushni tortasizlar. Yaxshi tortib oldingizmi? Birga urib oling. Yaxshi. Gazni berib turing. Berib turing gaz. Tormoz qo'yavering. Berib turing gazni. Ko'taring jiplini. Bushni tortib tushiring. Torting bushni. Malades. Mana shu holatda qo'zg'alib ketamiz. Tushda gazni shuna qo'yib yuborasizlar, siplini bosmaysizlar. O'zi holatiga tushib ketaveradi. Ikki qatda tushirish kerak. Znaklarga e'tibor beringlar, o'ngga deyapti. O'ngga yur deyapti mana. B yo'lagi. Mana bu yo'lagimiz mana. CD deb yozib qo'yapti. 90 gradusli xavfli burilish. Mana birinchi chapga burilishda chap tomonni masofani saqlaysizlar. Endi bu tomon o'tib oldimi? O'ng bakovaga yelkani to'g'ri kelganda burashni boshlaysizlar. Shu holatda. Mana chiziq bosmaydi. Mana bu tomoni ham yaxshi. Shu holatda harakat davom ettirib ketamiz. Mana o'sha svetofor yashil, skorost 2 ga oling. Gaz bilan o'tib ketaveramiz. Bir xilda 20 dan oshirib yormaymiz. Bir xil tezlikda ketaveramiz. Ikkita yo'l kelyapti. Ikkinchisidan yuramiz, ha. Chap tomonga ham hushyor bo'lamiz. Chiziqqa yaqin bo'lib ketmasin. Bosib qo'ysa, bu ham 100 ball. CD dan yuramiz. Burilish birinchi o'ngga bo'ldimi? O'ngroqdan. Chapga bo'lyaptimi? Siz sal o'ngroqdan yurishingiz kerak. Mana endi burilish chapga bo'lyapti, siz sal chaproqqa olib, keyin o'ngga burasangiz, orqasi bosmaydi. Sal chaproqqa olaveramiz rol. Shu holatda mana orqasi rol qaytarib olamiz. Svetoforga bir xilda boramiz. Yaqinroq borib to'xtayveramiz. 1 metr oraliqda yaqinroq boravering. 5 ball minus bo'ldi, endi to'xtang. Erta to'xtadingiz, 5 ball minus. Hech narsa qilmaydi. Ketdik. Ketdik. Znak ko'rdingizmi? Burilish chirog'ini yoqib qo'ying. CD e'tibor berasizlar, yerda CD degan chiziq turibdi. Shunga kiramiz, adashib qolmasdan. Polni buraymiz. Endi burilishda birinchi sal chaproq kelib, sal chaproq kelib turib, keyin o'ngga olasizlar. Torting o'ngga, torting o'ngga. Stop. Zadniga olamiz. Va rollar to'liq chapga buralgan holatda kiraveramiz.
kiraveramiz. Polni rol mana chapga buralgan holatda kelasizlar, faqat oxiriga taqamaysizlar. Gidravlika nasosga kuch keladi. Yana ozgina bor, ozgina tekis bo'lsin. Bo'ldi. Rolni qaytaring. Ketdik shu holatda. Shu holatda to'g'ri kiramizda to'xtaymiz, bo'ldi. Mana orqa g'ildiraklar chizig'i bosdi. Tomona. Endi chiqishda yuring. Oldiroq. Ko'p o'tib ketmang orqaga. Polni burang. Rol polni oxirigacha to'liq buraysizlar, faqat nososga kuch kelmaydigan qilib. Sababi rolni oxirigacha burab olsanglar, mashinani uchib qolaveradi. Shu holatda mana chiqishlarga e'tibor berasizlar. Ko'pchilik aytadi, bosib qo'ymayaptim deb, mana bosmaydi. G'ildirak taginada bo'ladi. Haydovchini tagida bo'ladi. Mana strelka уже aytayapti. Mana e'tibor beringlar. Ikki tomon ham bosmaydi. Harakat davom ettirib ketaveramiz shu holatda. Bu burilishda ham xuddi shunaqa, masofa saqlab o'ng tomonga mana yelka kelganda buraverasiz. Chap tomon rasyaniyani ham olinadi. Yuraylik. Buraymiz. To'liq burab olamiz. Mana bu oynadan e'tibor beramiz kichigidan. Tarafda masofa yaxshi mana. Svetofor mana yashil. Ketaveramiz. Mana pako kelganda burashni boshlaysizlar. Polni burab olaylik. Rol qaytaring. Orqasiga ham ko'rsatib o'tamiz, bosmaydi. Temir yo'l kesmasiga yaqinlashishda ham hushyor bo'lasizlar. Mana shu joyda ko'pchilik bosib qo'yapti. E'tibor beramiz. Ko'p burab olmaymiz. Rol burashga e'tibor berasizlar. Oldi, yon rastiyaniyani olib, yonni ham bosmaydi. Shu holatda 1 metr oralig'ida to'xtaymiz, ha. Yaxshi. Ketdik. Skorost teman qo'yarish kerak. Holatda 3 ga olamiz endi. Tezlash bo'lagida. Tezlashamiz bitta. Speedometrga qaraymiz. 20 ga chiqsin. Juda tormizlaymiz. Mana taxlovchi belgida juda sekinlab ketaveramiz. Shoshilib qolmaymiz, bir xilda ketaveramiz. Mana shu atrofda ketayotganimizda favqulodda signal keladi. To'xtaymiz. 5 sekund. Avarinka yoqib turamizda uchiramiz. Ketdik. 2 da yuravering, skorost 2 ga ol. Pastdan 2 da yurishimiz kerak. Burang. Faqat estakadada 1 ga olsangiz bo'laveradi. Bir xilda boramiz, svetofor yashil yon oladi. O'ngga yoqing. Yuraylik, sekin bir xilda. 1 metr oralig'ida to'xtab turamiz. Vaqtimiz bemalol, shoshilmaymiz. Ketdik, yashil yonda. Burilish chirog'i yoqmasligi ham 5 ball minus bo'ladi. Polni buraymiz. Mana shu joylarga e'tiborli bo'lamiz. Chap taraf ham bosib qo'ymasin. Yaxshi. Mana parkovka qilamiz. Endi yollanma parkovka, parallelniy parkovka deyiladi. Mana shu joylarga e'tibor bo'lamiz. Bosib qo'ymaslik kerak, chizuvlar. Sal chaproq qiling. Rastiyanani mana shu oynadan ko'ringanda to'xtaymiz. Stop. Burchak ko'rinish bilan to'xtaladi. Mana rollarni to'liq o'ngga burab oling. Zadniga oling. Bo'ldi. Yuraylik.
Shu holatda kiraveramiz. Toki chap oynagimizdan burchak ko'ringuncha mana shunday yuramiz. Stop. Burchak ko'rindi mana. Rollarni qaytaramiz endi. Ko'payib ketdi. Ana shu holatda yuramiz endi. Endi o'ng oynadan rastiyani olamiz. Garajga qarab, borishiga qarab buramiz. 1 metr qolganda keyin rollarni chapga burashni boshlaysizlar. Yuravering. 1 metr qolganda keyin chapga buraysiz. Bo'ldi. Burang, polni burang. Polni. Ana shundoq. Yuravering. Bo'ldi, malades. Mashq mana to'laqonli darajada bajarildi. Shu holatda chiqamiz. E'tibor bering, ikkita g'ildiragam cho'tki bosdi. Orqada ham masofa bor. Endi chiqishga yonga hushyor bo'lasizlar. Mana yondagi shu 100 ballik chiziq, shunga hushyor bo'lamiz. Shu holatda to'g'ri chiqib ketamiz, imtihon topshirildi hisoblanadi.